6 oylik farzandim bilan bitta o'zim boshqa shaharga yo'lga chiqdim. Nimayam bo'lardi, aylanib kelamiz deb. Birato'la kosmetika ham sotib olaman deb o'ylagandim. Hammasi oldinda ekan, ishoninglar menga. Seul shahriga bordik, do'konam bilan ko'rishdik, qornini ham to'ydirdik. Bu yog'iga hammasi boshlandi. 11 dan 7 gacha vaqtimiz bor edi. Kun bo'yi aylanamiz, maza qilamiz deb plan qilgandik. Odatda bu vaqt juda ham tez o'tib ketardi-da. Avvaliga 2 ostanovka joyga borish uchun 1 soat metroda qolib ketdik. Mana shu chiziqlardan bilib olsanglar bo'ladi. Koreyada metroda yurish juda ham qiyin. Lekin kutilmaganda chiqqan ostanovkamizni shundoqqina yonida mashhur 12 etajli dayis o'tirgandi. Dugonam Seulda yashaydilar. Ular, конечно, bilganlar dayison yonidan chiqishimizni. Lekin men bilmagandim, juda ham kirgim keldi. Odatda kichkina dayisoda ham soatlab qolib ketaman. Bunga kirsam kechgacha chiqa olmayman deb o'yladim. Uni o'rniga qiziqarli ko'chalarni aylandik. Bu vaqtning orasida Amirchik g'ashlik qilishni boshladi. Qiyinchiliklar endi boshlanayotganini his qildim. O'zbek oshxonasida qorinni yana to'ydirdik. Lekin bizda estetichnik video ham, rasm ham yo'q. Sababini menimcha o'zinglar bildinglar. Ana undan keyin примерно 3 soat faqatgina sizlar uchun yaxshi kosmetikalar qidirdim. Ya'ni uходовый kosmetikalar. Amirchik ham qiynaldi, ham bizani qiynadi. Bir tomonda dugonam juda ham charchadilar. Menimcha biz bilan aylanganlarga afsuslandilar. Qolgan narsalarimni hammasini pochta orqali uyimga jo'natib yubordim. Bola bilan bitta o'zim qanaqa qilib olib ketaman deb o'ylamasdan bir dunyo narsa olib bordim. Buning orasida biz maksimalni charchaganimizga qaramasdan yana ko'chalarni aylanishga qaytdik. Qayerga borishni, nima qilishni bilolmadik. Buni qaranglar, ikkita mashhur bino bitta kadrda. Aslida shu dayisovga kirib juda ham aylangim keldi. Lekin o'sha kuchim yo'q edi. Va men bitta qarorga keldim. Bu safar boshqa shaharga hech qachon farzandim bilan yolg'iz bormayman. Shuna qilib bugunni ham tugatdik. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun like va podpiska bosib qo'yishni unutmang.